Surxondaryoda yoshlarning narxini sindiramiz. Bunyat aka boshlang narxlarni yoritib. Cho'rinlarimiz bor mana aka. Yaqinroq keling. 6 metrlik 3,5 kvadratda oladi. Aha. Narxi 135 ming, 125 mingdan beramiz. Kelishtirib beriladi. Kelishtirib beramiz, 20si bor. Siz obzor qilib o'tamiz aka. 14 ga 4 straplarimiz mana aka. Xo'p, 14 ga chista 4 6 metrlik. Xo'p. Narxi 125 ming. 20 bo'ladi yana. 20 bo'ladi, 120 ming qilib beramiz. Bularchi? Bu Baquvvatlar. straplarimiz mana baquvvat. 20 ga bunday 7lik. Xo'p, 280 ming sotilyapti, 240 ming, 250 ming beramiz. 20 bo'ladi albatta. 20 bo'ladi, 6 metrlik. Surxondaryo bo'yicha raqobatlash Surxondaryo olasizmi? bo'yicha, ha. Mana 6 metrlik 12lik straplarimiz. Chegirmasi bor. 130, 135 sotilyapti, ularni ham 105, 100 ming qilib beramiz. Gap yo'q. Chegirmasi bor. Qanov 20lik straplarimiz. Aha. 20 ga bunday 4 chegirmasi bor. Qancha qilib berasiz? 6 metrlik holatiga 195 ming, 155 ming, 150 ming qilib beramiz. Gap yo'q. Demak, bu tomondagi narsalarni ko'rsatamiz. Bu tarafdagilarimiz oiz bilan. Mana. Foiz bilan. Xo'p, Ha, bu ham 2,5 ga 125, narxi 220 ming, 190 mingdan qilib beramiz. bunisi yuqori. Bunisi 135 ming, 105 ming, 110 mingdan qilib beramiz. 20 da? 20 da. Ha, Rossiyadan kelyapti. O'rmonlaridan kelyaptimi, to'g'ri? To'g'ri, Rossiyska, Samarqand shahridan kelyapti toza. Mana ular kanatga Aha. 4 metrlik 65-70 ming sotilyapti, 45 ming, 50 ming qilib beramiz. Bunisi ham shunday. Gap. Ular fani. Mebelchilarga 20 bo'ladimi? Mebelchilarga, ha. Gap yo'q. 55-60 ming sotilyapti, 45 mingdan qilib beramiz. Mana. O, mana juda baquvvat bo'ladi. Rossiyadan kelyapti, Moskva shahridan. Aha. Bozor 400-450 sotilyapti, 350 ming qilib beramiz. Gap. Islarimiz bor, terim. Aha. Bozor 400 ming sotilyapti, 340 mingdan qilib beramiz. 240 mingdan. Manzilni aytib bering. Manzil shahardan kelgan tarafda, mana chap tarafda, mol bozordan kelgan tarafda, o'ng Chap taraf- tomonda 2-darvoza, mol bozordan, Dilo chorva bozoridan Chap kirishda, tarafda. o'ng tomonda 3-darvozada Jamol og'amiz 24 soat shu yerda raqamlar ishlab turadi. Bunyat akamizga rahmat.